internet muammo bo'lgani uchun men faqat rekordingni o'zini tanlab qo'yaman, chunki sal qiyin bo'lyapti o'tishga. Internet ishlamayapti uncha yaxshi. Rekording tashlab qo'yaman kanalga, yaxshilab tushuntirib, iloji boricha osonroq tushuntirib. Xo'p, bugungi o'tirgan mavzumiz artikellar. Artikellar ikki xil turi bor. O'zbek tilida misol uchun nimadir haqida gapirayotgan bo'lsak, uni xususiyatlarini bilmasak, u haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmasak, o'sha narsa haqida aniq bitta hukmga kelib gapirmaymiz. Ingliz tilida ham xuddi shunday noaniq va aniq artikellar bor. Noaniq artikellarni bugun o'tishimiz kerak. Xo'p, noaniq artikellar ham ikki xili bor. Undosh harflar uchun va onli harflar uchun. Undosh harflar uchun biza undosh harflar uchun i, ya'ni faqat a harfini o'zini ishlatamiz. Bu tarjimasi bitta degan ma'noda ishlasak bo'ladi. Bir dona. Ya'ni bu narsalar faqatgina sanaladigan narsalarga ishlatiladi. Faqat biza qaranglar. Noaniq artikellar haqida gaplashyapmiz. Noaniq artikellar sanaladigan otlarga ishlatiladi. En artikeli esa unli harflar uchun ishlatiladi. Misol uchun o'zbek tilida ham 6 ta unli harflar bor, bilasizlarmi? A, U, O, E, U, yana qaysidir harflar bor. Xuddi shunday, faqat ingliz tilida mana bu O harfi bo'lgani uchun 5 ta unli harfi bor. 5 ta unli harfi bor. Misol uchun kitob desak, kitobda boshi o'zbek tilida ham k bilan boshlanyapti. Shuning uchun o'zbek tilida artikel degan narsamiz yo'q. Shuning uchun biza ingliz tilida book bo'ladi tarjimasi. Va book undosh harf bo'lgani uchun biza buni oldiga emas, artikelni ishlatamiz. Artikel. O'shanda javobi to'g'ri bo'ladi. Xo'p, undan keyin o'tgan safar men yodlash uchun har bitta alfabet harflari uchun A dan boshlab to Z gacha, A, B, C, D, E, F, G hammasigacha naunlar berganman. Xuddi shu naunlar ichida faqatgina sanaladigan otlarga artikel ishlatiladi. Menda sanalmaydiganlari ham bor, sanaladiganlari ham bor. O'shalarga ot ishlatamiz. Misol uchun egg sanaladi. Bu unli harf. O'shanda n ishlatamiz. Ers to'g'ri, yer bitta. Yerda sanasak bo'ladi, lekin bu ikkinchi artikel turiga kirib ketadi. Bu artikelni keyingi artikel, ya'ni keyingi mavzuni o'rganamiz. U adel ikkinchi mavzuga kiradi. Xo'p, misol uchun fish sanaladi. Fish ko'pligi ham, birligi ham fish bo'ladi. Shu uchun buni oldiga f unli harf bo'lmagani uchun artikeli qo'yiladi. Yana nima? Xo'p, harfida menda bironta xo'p. Keyin misol uchun news bo'lsa, news. Menda yangiliklar deb tarjima qilishlaringiz mumkin. News deb bu s qo'shimchasini ko'rib ko'plik deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin bu birlik hisoblanadi. Chunki birlik emas, ya'ni sanalmaydi bu. Yangilikni sanalmaydi, misol uchun bitta yangilik, ikkita yangilik deb. Xuddi shunday. Va misol uchun pen undosh harf sanaladi. Pen deyishimiz mumkin. Xo'p, asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, bu mavzu unchalik qiyin bo'lmagani uchun artikel mavzusi ko'proq dasturlar, ya'ni grammatika mavzulari boshiga beriladi. Shuning uchun biz ham boshidan o'tib ketyapmiz. Xo'p, misol uchun men aytganimdek, use before singular countable nouns that begin with a consonant sounds. Ya'ni birlikdagi sanaladigan otlar bilan ishlatiladi. Ya'ni o'sha otlarni oldidan ishlatiladi. Bunisi esa use before single countable nouns that begin with vowel sound. Ya'ni unli tovushlar bilan boshlanadigan nounlarni oldidan yozish kerak ekan. Xo'p, mana bizada undosh harflar ro'yxati va unli harflar ro'yxati bor. Misol uchun bu car, dog, house hammasi undosh harflar boshlagan uchun biza bemalol artikel ishlatamiz. Bu tarafda esa apple, elephant, our, umbrella hammasini artikellari bilan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun sizlarda savol tug'ilishi mumkin. H va bu our so'zi H bilan yozilgan. Bu nimaga
ya'ni unli harflar ro'yxatida turibdi deyishlaringiz mumkin. Bu bizada tovush o'zgarish holatlari ham bo'ladi. Misol uchun, o'zbek tilida fonetik o'zgarishlar deyiladi-ku. Ona tilida yaxshi o'qiganlar, ona til biladiganlar bu narsani yaxshi tushunadi. Xuddi ingliz tilida ham hour, ya'ni hour so'zi biza talaffuzda hour deganday talaffuz qilingani uchun, ya'ni talaffuzda o harfi unli harfni beradigan uchun biza bunga e emas n artiklini ishlatamiz. Bu bunaqa fe'llar juda ko'p. Bunaqa otlar deganim. Bir ikkita bor. O'sha otlarni sizlarga topib tashlab beraman. Xo'p, bu taraf esa z artikli. Bu artiklni keyingi safar o'tamiz. Xo'p, tushunadigan narsa qiyin mavzu emas, umuman. Agar qanaqadir tushunarsiz narsalar qolib ketgan bo'lsa, misol uchun nimadir chiqmay qolgan bo'lsalar, bemalol lechkamga o'tib so'rashlaringiz mumkin. Misol uchun animal. Animal bu n artikli bilan ishlatiladi. Egg bu ham n artikli bilan ishlatiladi. Bu yerdagi har bitta so'z, har bittasi n artikli bilan ishlatiladi. Har bittasi, chunki bular hammasi unli harflar bilan boshlangan. Xo'p, mana bu narsani yaxshilab tushunib qo'yish kerak. Bu soat sanalmaydi, to'g'ri, lekin o bilan boshlangani uchun biza n artiklini ishlatamiz. Bu ba'zi bir istisno holatlarda ishlatiladigan artikl hour uchun. Xo'p, bugungi mavzu bo'ldi shu. Umuman qiyin joyi yo'q. Misol uchun, kitob olayotganda kitob haqida ma'lumot yo'q yoki qanaqadir ruchka haqida ma'lumot yo'q. Ruchka misol uchun qizil yozishi mumkin, ko'k rangda, qora rangda yozishi mumkin. Bizada aniq ma'lumot bo'lmagani uchun biza prosta bitta kitob deyishimiz kerak. Noma'lum kitob. Noaniqligini bildirish sifatida ham xuddi mana shu n artikllari ishlatiladi. Noma'lumligi uchun biza xuddi shu noaniq artikllarni ishlatamiz, qisqasi. Kitobni men misol qilib keltirganman. Bizda ma'lumot yo'q, shunchaki oddiy kitob, e-book tarjimasi. Bitta kitob sanaladi. Xo'p, mavzu shu. Keyingi mavzu the article haqida bo'ladi. The article sal qiyinroq bo'lishi mumkin tushunish uchun. Lekin unchalik murakkab, miyani charchatib, qotirib yuboradigan narsa emas. Sog' bo'lamiz. Jonli o'tolmagan sababi tushuntirdim men. Почти deyarli mavzuni yarmigacha tushuntirdim. Internet menda muammo bo'ldi. Yaxshilamay qolgani uchun men video recording qilib tayyorlayapman. Iloji boricha tezroq tushuntirishga harakat qildim. Sababi bilasizlar, videoni hajmi juda katta bo'lib ketyapti. 300, 400, 500 megabayt bo'lib ketyapti.